Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, aziz gruppadoshlar. Bugun biz To'rtko'l tumanidamiz. Keltimlar ofisida, Saparmurod akalarning uyida. Mana bu joyni tashqi ko'rinishi. Joyimiz 2 qavat pishgan karushdan ishlangan. Bu joyga biza kotelni qo'yganimizga почти 2 yil bo'ldi. Lekin hali video obzorini chiqarmadik. Endi hozir yana navbatdagi texnik ko'rigimizni o'tirib, mana video obzorini ishlayapmiz. Hozir xudo xolasa sizlar bilan birgalikda bu uyda amalga oshirilgan ishlar bilan tanishib chiqamiz. Kotelnimiz mana bu yonbosh tarafga tushdi. Uyimiz 200 kvadratdan sal ziyodroq bo'ladi. Bu yerga Cooper Pro 28 kotelni qo'ydik. Mana hozir suvni dostavka qildilar. Tozalangan suv solib turibmiz. Dimoxodimiz izolirованный стальной дымоход 8 metr qo'yadik bu yerga. Bu yerda yana kotelnimiz. Mana bu bog' tomonimiz. Balkonlar bilan ajoyib qilib ishlangan dimoxodimiz. Kotelimiz mana shu yon tarafga tushdi. Mana bunda kotelimiz Teplodar kompaniyasining Cooper Pro 28 koteli qo'yildi. Regulyator chagi, stabik qo'yganmiz. Bu yerda kollektorni sistema qildik. Birinchi va ikkinchi etajlarni suvini temperaturasini nazorat qilish maqsadida. Podachamiz, mana bu yerda obratkalarimiz. Birinchi ikkinchi etajning obratkasi, birinchi ikkinchi etajning podachasi. Mana asosiy trubamiz mana bu yerdan kollektorga borib qo'yadi. 24 litrlik vakuumli bak qo'yganmiz. Suvni hisob-kitob etib 32 ga 8 shinga nasos o'rnatdik. Tok juda ham past. 100 volt ham yo'q даже. Stabikimiz ko'tarib berib turibdi. Kuchlanishni 220 voltga ko'tarib berib turibdi. Hozir xudo xolasa suv doldurib turibmiz. Tok past bo'lgani uchun zapravочный nasosimiz sekin-sekin ishlab turibdi. Hozir 1 atmosferaga chiqarib, xudo xolasa yoqamiz kotelni. Soatimiz 18:16 bo'ldi. Kotelni yoqqan so'ng uy bilan tanishib chiqamiz. Mana balkona chiqdim. Balkonda mana shu markalardan qo'yilgan stabilizator. Lekin asosiy gelish tok mana 73 volt. Atal 166 ga ko'tardi. 170 ga ko'tarildi. Bu ikkinchi qavat balkonimiz mana ajoyib atib ishlangan. Mana yanımız bepoyandalar. Yanımız kıbla tamam. Yok. 18:53 bo'ldi. Tok past bo'lgani uchun suv doldurishimiz sal muammoroq bo'ldi. Tayyormiz endi. Xudo xolasa kotelimizni yoqyapmiz. Kotelimizni yoqayotgan vaqtda ichini mana o'dinlar bilan doldurib oldik hozir. Поворотный shibr ochiq bo'lishi kerak. Mana ochib qo'ydik. Pastdan havoni beramiz. Yoqamiz. Temperaturamiz 20 gradus. Davliyani 1,5 atmosferaga ko'tarib oldik. Hali ichkarida vozdux olamiz. Shuning uchun sal balandroq qo'ydik. Hamma kraniklarimiz ochiq. 220 volt berib turibmiz. Xohlasa sirkulyatsionni nasos o'chkari faqat. Birinchi kotelning temperaturasini ko'tarib olamiz. Kotelimiz alışıp oldi, xudo xolasa. Ovozini eshitishingiz mumkin. Endi o'rta qopqoqni yopib
pastdan havo berib qo'yamiz. ...20 gradus. Kotelimizni kafolat muddati 4 yil. Sistemamizda ozgina havolar bor. Mana eshitib turganingizdek, nasosni qo'shganimizda o'zi xatlovchilar уже havolarni chiqarishni boshladi. Temperaturamiz xudo xolasa 80 gradusni ko'rsatdi. Mana soatimiz 19:14. Sirkulyatsionni nasosni qo'shib berib, ikkinchi etajga suvni yuboraveramiz. Ha? Qo'shib o'rtadagi knopkam bor. Nasosimiz qo'shildi. Xudo xolasa ikkinchi etajga suv ketdi. Mana uyimizning ko'rinishi bu holimiz. Biz hozir suvni ikkinchi etajga yubordik. Ajoyib qilib perivalar ishlangan, patologlar ham natijnoy patologlar bilan. Xudo xolasa mana bu yerimizda birinchi tochkamiz bo'ladi. Bu yerimiz bu radiatorimiz mana devorning orqasida qoldi, nisho kravatning orqasida. Bu birinchi xonamiz. Endi tekshirsangiz bo'ladi. Mana bu yerimiz mana ikkinchi xonamiz. Ko'rib turganingizdek, nakleykalarimiz oqarishni boshladi. Ajoyib. Yangam tekshirib yuribdilar. Bo'ladimi? Kuydirami? Bu ikkinchi tochkamiz, ikkinchi etajda. Mana bu yerda uchinchi tochkamiz. Mana bu yerda to'rtinchi tochkamiz. Mana bu yerda keyingi tochkamiz mana. Nakleykasidan ham ko'rsangiz bo'ladi. Keyin bu xonamiz. Hozir sistemadagi havolar yig'ilib keldi hammasi. Birinchi, ikkinchi qavatda olganimizda men olsam shu. Patologlarimizni balandligi 290 280 chiqadi. Yanga berlarni tekshirdingizmi? Keyingi xonamiz mana bu. Ha, bu yerimiz ham qizgan. Qizibdi. Bu xonasidan tekshirib ko'ring. Yerini ko'rdingizmi? Murat akam chiroyli qilib remontlarni qilibdilar. Nasib qilsin, mashalloh. Birinchi bog' tomonidan girishimiz, to'g'rida asosiy girish eshigimiz. Mana bu yerda ikkita zalimiz bor. Bu birinchi zalimiz. Birinchi etajdan yuvardik suvni. Voy, kuydiradi qo'lni. Mana nakleykasidan ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu uyimizdan yine patologlari 290 3 metrgacha.
Bundan keyingi tochkamiz kuxnya bo'ladi. Mana kuxnyamiz. Qo'lni pishiradi, kuydiradi. Mana nakleykasi oqarib turibdi. Bu yerda yana issiq havo urib turibdi. Bu yerimiz keyingi tochkamiz. Voy. Bom o'ynatibdilar menam qatirib ozgina. Bizdan keyin malar ishlagan, shuni ozgina o'ynatdi. Keyingi tochkamiz oshxonadan chiqib, mana bu asosiy o'tiradigan joy. Dalon deb aytamiz biz. Mana bu yerdagi radiatorlar. Bular ham isib turibdi. Qo'lni kuydiradi. Keyingi xonamiz birinchi qavatda yana bitta zalimiz bor. Endi eshikni ochib qo'ysak bo'lmaydi. Ko'cha sovuq. Va keyingi zalimiz mana shu xona. Mana kuydirib turibdi qo'lni. Shu bilan xudo xolosa ikki qavatimizdan hamma radiatorlarimiz qizdi. Xudo xolosa polni mana shu uyni birinchi, ikkinchi etajdan isitib bo'ldik. O'zi bu o'tgan yil ham ishlatilgan bu kotel. Endi malarkadan keyin hozir yangidan suv doldurib, nima qilib berdik. Mana sirkulyatsionni nasosimiz ishlab turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, birinchi qavatga ham, ikkinchi qavatga ham bir vaqtning o'zida suvni yuvarib qo'yibmiz. Kotelimizni temperaturasi 80 gradus. Mana hozir buni qaytarib qo'ydik. Havo yo'llarini bekladik hammasini. Suvni davleniyasi 1,5 atmosfera. Bizlar faqat shuni o'zi yetadi. Kotelimiz ham issiqqina bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Shu bilan Murod akalarning uyida amalga oshirgan ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolosa keyingi videolarda görüşünce xayr.